Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsimiz 9-dars, yana Word darsi. Word darsida bizlar yana sizlar novi dokument ochib olamiz. Buni eslaringizdan chiqarmanglar, bu eng kerakli narsa. Novi dokument hisoblanadi. Birinchi bo'lib bizlarga kerak bo'ladigan narsa bu yana vstavka menyusidagi mana bu 3 ta narsa nima ma'noni anglatadi. Buning nima ma'noni anglatishini o'zi darsimiz davomida ko'rishingiz mumkin. Birinchi bo'lib вставка menyusidagi totalная страница. Totalная страница nima ma'noni anglatadi? Totalная страница bu vid berish, ya'ni o'sha chetidagi biron bir xat yozish, biron bir konvert, ya'ni taklifnoma, tabriknoma taxlash bizlarga konvert menyusi juda qo'l keladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerga xohlagan narsalaringizni yozib chiqishingiz mumkin. Xo'sh, masalan, taklifnoma. Rus tiliga o'tib ketdi. Uzr. Taklifnoma. Bizlarga avtomatik o'zi paydo bo'ladi. Bu narsalar bizlarga shart emas. Bu yerda tabriklarimizni, ya'ni tabriklarimizni yozishimiz mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin. Taklifnoma asosan ana shu ma'noda tushadi. Bu narsani rasm qo'yishimiz ham mumkin ichiga. Рисунки menyusidan yana это устройствоdan xohlasak internetdan olishimiz ham mumkin. Xohlasak kelinglar sizlarga internetdan olishni ko'rsataman. Изображение в интернете bosamiz. Bosganimizda o'zi internet bizlarga rasmlar ko'rsatishni boshlaydi mana. Samolyot, животные, собака, avtomobil bizlar uchun kerakli bo'ladigan narsa bu o'sha tabrik uchun rasm. Bizlar yozishni boshlaymiz. Lekin bizlarda bu narsa chiqmaydi. Mana shu yerdagi rasmlardan birontasini qo'yishimiz mumkin. Biz menga okean yoqdi masalan. Shu menyuni mana ochib beradi va menyudagi hamma narsalarni ko'rishimiz mumkin. Menga mana shu yoqdi. Вставить bosamiz va rasm mana shunday tarzda tushadi. Bu rasmni qanday qilib to'g'rilashimizni oldingi darslarimda o'rgatib qo'yganman. Chap mishkani bosamiz va просмотреть замечание текста bosamiz. Bu narsa nima degani? Tekstdagi rasmni joylashuvini aniqlab beradi. Bu narsa hozir shart emas bizlarga. Bizlarga kerak bo'ladigan narsa bu rasmni katta yoki kichikligi. Rasmni birinchi o'rinda kichkina qilib olamiz va buni joylashtirishimiz mumkin. Xohlagan usulda. Rasm internetda olingan uchun bizda joylash bo'lmaydi. O'zimiz вставка menyusidan рисунки этот устройствоdan rasm olamiz va rasmni kichraytirib olamiz. Pizza kelgan. Suda qo'yishsin. Har xil turdagi qilib rasmni o'zgartirib chiqishimiz mumkin. Lekin bizlarga bu narsalar shart emas, kerak emas. Bizlarga bu narsalar kerak emas. Bizlarga eng kerakli bo'ladigan narsa bunisi menyuga o'tib olamiz endi. Bunisi menyuga o'tganimizdan so'ng yana вставка menyusidan totalная страницаdan xohlagan mavzudagi narsalarni ko'rishimiz mumkin. Retro, Austin, Secret, Svetli, Setka, semafor, hamma narsani ko'rishimiz mumkin. Bu qilgan ishimizni o'chirib tashladik. O'chirib tashlash uchun yana o'sha
Tutalная страница bo'limidan удалить текстовую titulную страницу. Bizlarga internetdan olishimiz uchun esa дополнительная titulная страница с сайта Office.com bosamiz. Bosganimizdan so'ng bizlarga bu rasmni olib chiqarib bermaydi. Uning uchun bizlarga Office.com kerak bo'ladi. Lekin menda u Office.comni ochmaganman. Bu narsa shart emas. Pustaya страница. Pustaya страницani bossak, bizlarda ikkinchi oyna paydo bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Yana bitta bo'lsak, yana bitta oyna. Hozir bizlarda mana 3 ta oyna paydo bo'ldi. Razrev страница degani bitta varaqni ikkiga bo'lish degani. Razrev страница bitta varaqni ikkiga bo'lish. Bu страница menyusini bugun o'rganib chiqdik. Tablitsa menyusini oldingi darslarda o'tganman. Bularni oldingi darslarda o'tganman. Верхний колон titul nima ma'noni aytadi. Bu degani mana abzas kitoblarimizda ko'rganmiz. Asosan matnni nomini tip pastda yozib qoldiradi. Mana shu narsani ko'rishimiz mumkin. Masalan, biz kitob deb yozamiz. Mana pastga tushib, bu seriya holatda ko'rinadi, chunki hamma joyda ko'rishimiz mumkin. Bu seriya holatda ko'ringan. Bu narsa olish bizlarga shart emas. Yana vstavka menyusiga o'tib, верхний колон titul. Колон titul bo'limida har xil abzaslar bor. Pusto 3 taligi bor. Yana 3 ta so'zni yozsak bo'ladi. Svetli degani rangli, temniy degani qora va view master degani bu eng zo'r degan ma'noni aytadi. Mana bosgan paytimiz nechinchi betligi ko'rinib turadi. Ko'rishingiz mumkin. Buni yana shu narsani Ctrl C qilib pastki qismga joylashtirsak bo'ladi. Mana ochishni ko'rsatib o'tdim. Pustaya страницani bitta bosamiz va mana avtomatik Ctrl C qilib o'tkazmasak ham 5-qism bo'lib tushadi. Bu 3 paydo bo'ladi mana. 5 ta qismni aylantirib turadi. Keyin bu narsani ko'rib chiqdik. Нижний колон titul. Nijniy колон titul degani pastki o'sha narsani pastki qismi. Pastki qismida ham bitlarni yozilishini ko'rishimiz mumkin. Bitta bosamiz, mana pastida ham paydo bo'ldi, tepasida ham, pastida ham va tepasida ham, yana pastida, tepasida ham paydo bo'ldi. Bu yerga o'sha nima nomini yozishimiz mumkin. Masalan, kitob hamma joyga bir xilda yoziladi, ko'rishingiz mumkin. Chunki hamma varaqqa bu narsa avtomatik belgilanadi. Nomer stranica degani varaqning nechinchi betligi. Har xil turdagi varaqlarni ko'rishimiz mumkin. Mana menga shu yoqda, mana o'rtasiga 1, keyingisiga 2. Ana shunday qilib o'zi avtomatik yozib chiqadi. Keyingi narsa bu tekstovoy polye degani o'sha matnni qanday tarzda yozilishi mana ko'rishingiz mumkin. Matnni kattalashtirib olamiz va matnni yozishni boshlaymiz. Buni har xil joylarga o'tkazib, chiroyli qilib ko'rishimiz mumkin. Hamma narsani ko'rishimiz mumkin. Shu bilan bugungi darsimiz tugadi. Xayr, sog' bo'ling.